Assalomu alaykum hurmatli AzTV jamoasi, aziz ozarbayjonlik hamkasblar. Sizlarni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi nomidan Ozarbayjon Milliy teleradio eshittirish tashkilotining 100 yilligi munosabati bilan samimiy tabriklaymiz. Bugun AzTV nafaqat yetakchi milliy radio va televideniya tarmog'i, balki nufuzli media markazlaridan biri sifatida adabiy, ma'naviy muloqot va xalqaro axborot almashinuvini mustahkamlashga beqiyos hissa qo'shib kelmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi va AzTV o'rtasidagi hamkorlik aloqalari yangi bosqichga ko'tarildi. Delegatsiyalarimiz o'rtasidagi o'zaro tashriflar, tajriba almashish, qo'shma loyihalar va qardosh xalqlarimizni yanada yaqinlashtiruvchi kontent tayyorlashdagi hamkorligimizni yuksak qadrlaymiz. Ushbu samimiy do'stlik va kasbiy hamjihatlik ruhi, yangi qo'shma tashabbuslar, muvaffaqiyatli media loyihalar kelgusida ham yanada samarali bo'lishiga ishonamiz. Hamkorimiz Ozarbayjon televideniya va radio eshittirish jamoasiga sihat salomatlik, kasbiy muvaffaqiyat, barqaror rivojlanish va yangi ijodiy yuksalishlar tilab qolamiz. Bir daha sizlari Ozarbayjon televiziya va radio verilishlari shirkatining 100 yillik yubileyi munosabati ila tabrik ederim.